so'z boyligim kam degan xavotirdamisiz? Keling, men sizga bir mashq o'rgataman va siz so'z boyligingizni oshirasiz. Bir so'zni olasiz va unga bir qancha sinonimlarni sanaysiz. Masalan, deylik, yuz, chehra, oraz, aft, turq, bashara va hokazo. Yoki bo'lmasam, yaxshi ko'rish, oshiq bo'lish, ko'ngil qo'yish, maftun bo'lish, muhabbatli bo'lish va hokazo. Siz bir so'zni oling va uning sinonimlarini qancha ko'p topsangiz, shuncha yaxshi. Chunki bizning so'z boyligimizda, umuman lug'atimizda aktiv so'z boyliklari bor va passiv so'z boyliklari bor. Aktiv bu hozir aytgan so'zimiz. Passivlar esa uning sinonimlari. Qancha sinonimni ko'paytirasiz, shuncha so'z boyligingiz oshadi. Keling, kommentariyada ham bir o'yin o'ynaymiz. Men bir so'z yozaman, siz uning